To'xtab borganda bo'lardi, men senga borardim. Nafas olyotuvdi dedi. Soat 8 bo'lar vaqtida magazinga chiqqan. Men peshobxonadan o'tgandagi qayd etganda mashina hech qaysi yo'q bo'lgan. Birdaniga kelib qolgan opa. Baxmal tumanida 2024-yilning 18-noyabr kuni o'quv qurollari olish uchun ko'chaga chiqqan 2 nafar qizaloqni mashina urib ketishi oqibatida vafot etganligi haqida lavha efirga bergan edik. Mast holatda yuqori tezlikda kelib urgandan keyin ham birinchi yordamni ko'rsatmasdan qochib ketgan 33 yoshli haydovchiga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Zomin tuman sudi tomonidan Baxmal tumanida ochiq sud majlisida ushbu ish ko'rib chiqildi. Sud majlisida jabrlanuvchilarning qonuniy vakili, guvohlarning ham ko'rsatmalari eshitildi. Sud ichki ishlar organlari xodimlarining hodisa joyini, transport vositalarining texnik holatini ko'zdan kechirish bayonnomalari, alkotester natijasi, sudga oid ekspertiza xulosalari hamda jinoyat ishida to'plangan boshqa dalillar yig'indisi bilan tasdiqlangan va odamlar o'limiga sababchi bo'lishida ifodalangan jinoiy harakatga baho berdi. Sudlanuvchi aybiga to'liq iqrorlik bildirib, qilmishidan pushaymon ekanligini qayd etdi. Sud hukmi bilan sudlanuvchi aybli deb topildi va unga quyidagicha hukm o'qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesib 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarishdan mahrum bo'lib, 9 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar uchun 145 million so'm undirilsin. Aybdor avtomashinani ma'lum muddat boshqarmas. 9,5 yil ham o'tar. Ammo hayotning achchiq-chuchugini totmagan norasida go'daklarchi, ular endi qaytib kelmaydi. Tengdoshlari bilan o'ynab kulmaydi. Farzandlar dog'ida kuyayotgan onaga 145 million so'mning aslida bir chaqalik ham qadr bo'lmaydi.